Salom, sizlar bilan Criminal Pubbing va Pro Shuhrat. Bugun sizlar bilan 200 million metro valyutani open case qilamiz va tushgan narsalarni video oxirida obunachilarga tarqatamiz. Xo'sh, unda sizlarni ko'p kutilmagan holda boshlaymiz. Birinchi bo'lib biz RJ'larni ochib olamiz. Qani, birinchi 10 talik. Hop. Bittalik ekan-ku bu. Hazillashdi. Hop, birinchi 10 talik ketdi qani. Hop, cheers. Istamli material. Unchalik zo'r narsaga o'xshamaydi. Ketdi qani, ikkinchi 10 talik qani. Bet. Emkashga tushirishga qolgan maqsad engage. Qolgan yoqdagi yomon. Hop. Uchinchi 10 taligimizga qani nimadir berib qoldilar. O'zi nimadir. P90 polat front. Yaxshi. Yaxshi beryapti. Biroz alota beryapti lekin. 4-10 talik. Ana, berilgan nafis bu. Ana 5-10 talik mana bundan yana bermasa ham beradi. Tavachichi berdi. Hop, chata bunchalik kesi o'xshamayapti shekilli. Biz broniklarga o'tamiz. Broniklarga qani. Birinchisi 4 ta buffli bronik o. Tamam emas. Bitta. Normalni ikkinchi 10 talik. Qani ikkinchi 10 talik hop. Yani jo'rdi. Bitta PUBG belgisi kelmayapti. Shuncha harakatga yarasha. Qani 3-10 talik. Hop. Polat front. Kerak emas ekan u 3 ta buffli. Tamam. Ana 4-10 talik. Qani kaskalardan berish boshladi o'zi. Endi 5-10 talik. Endi beradi qo'ylar. Az normalga gapirmasdan nima demoqchi narsa deyapti. O lekin. Yomon emas. Hop, ketmay qolar ekan oxirgisiga yana bitta RJK ochib yuboramiz. Shu bilan open case'imiz tugaydi. Hop, open case'imizni ham tugatib oldik. Nega mana shuncha tushgan narsalar va broniklar. Agar shu videoga eng ko'p kommentiga like to'plagan odamga mashina full zolotoy va qurollar berib o'tiladi. Shundan keyin esa biz Telegramimizda chiqarib qo'yaman hozir. Telegramimizda har kuni Metro Royal lobbilarida bo'lib o'tadi. Bu yerga yutgan odamga 60 yusidan va qurollarni ham berib o'tamiz. Videoga like va obuna bosing va ko'proq shunaqa kontent ko'payishiga o'z hissangizni qo'shing.